navigatorni ko'rsatishi bo'yicha yana bitta xavfli burilish qoldi. Mana oq boqari ferma ekan. Yana bitta o'ng qo'lga burilishimiz qolgan ekan, shu bilan yetib boramiz. Через 300 метров крутой поворот направо. Затем плавно поверните налево. Balandligi ham juda baland. Tog'li rayon mana. Ana shu pastlikdan chiqib keldim men. Ana pastda. Endi bizlarni menejerlarimiz ham bilmaydi-da qayerdan yuk oladi, yuk masalan o'sha birjalarga chiqqandan keyin o'sha kompyuterdan yuk sotadigan joylarda o'sha ular ham yukni olishadi, faqat shu bizlar qayerda yaqin bo'lsak o'sha yerdan yukni olishga harakat qiladi. Bilmaydi qanaqa boyagi yuklar qayerga borish kerak, yo'llari ochiqmi, Поворот направо. Затем плавно поверните налево. O'zlari ham oxirigacha bilmaydi. Плавно поверните налево. Mana o'sha parraklar, Готовьтесь Шамон, прибыть в генераторлар. конечный пункт через 1 километр. Hali ham odamlari yaxshi, xalqlari yaxshi, bir tiqilib qolgan vaziyatlarda yo bir yordam kerak bo'lsa, sizdan so'ramasdan kelib, o'zlari qo'shilib bir yordam berishga harakat qiladilar. Yo shu bir xalaqit qilayotgan mashinalardimi, yo bir uylarning oldidagi bir anaqa uskunalardimi olib qo'yishga harakat qiladilar. Через 300 метров. Yaxshi, Allohga shukr. Bular mana shu yerga joylashgan ekan bularning kompaniyalari. O'ng qo'lga burildi deyapti. O'ng qo'lga bu hozir juda anaqa o'ng qo'lga burilolmayman. To'g'riga haydayman, orqaga beraman.